yukseli xuddi shu ko'chada ketyotgandim. Bot Detskiy mir deyiladi. Detskiy mir taraf. Biladiganlar bo'lsa 6-raddamdan keyingi ostanovkada joylashgan bu. Biladiganlar bor bo'lsa agar kecha shu yerda yuruvdim. Oldindan aytib qo'yay, bu tozalab yuradigan insonlarimiz bor, ko'chalarni tozalab obodonlashtirishda ishlaydigan insonlar bor edi. Ularni ko'ngliga tegmoqchi emasman, lekin kecha bitta ayol xuddi shu ko'chada magazindan chiqib ketyotsam yonimga keldida iltimos dedi, sal nariroqda aytyapti. Menga dedi, obodonlashtirish kiyimini kiyib olishgan, qo'liga supurgi ushlab olganda. Nayoqda 4 tasi turibdi, bittasi keldida, "Singlim" dedi, "Menga shunday yordam bering, ovqatlanishimizga rosa duo qilamiz, 5 kishi duo qilamiz" dedi. Bundoq qarasam nariroqda rostdan ham sheriklari bor. Men nimaga aytmoqchiman buni? Biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Menimcha pul topishni yangicha yo'lini o'ylab topishganmi deb o'ylab qoldim. Chunki oxirigacha kuzatsanglar, sababini aytib beraman. Oxirigacha ko'ringlar. Keyin ketdim. Opamni ko'rib qoldim, sal nariroqda. Qarang dedim, shunaqa. Nimaga men gapirdim buni? Chunki men shu paytgacha obodonlashtirishda ishlagan insonlarni qanchasini ko'raman. Ertayu kech issiq sovuq demasdan ishlashadi-da. Hamma yon chiroyli qilib tozalashadi, baraka topishsin. Agar ko'nglariga tegadigan gap gapirib qo'ysam, uzr so'rayman. Men bu gapni nimaga gapiryapman? O'shalarni kiyimidan, narsalardan foydalanib shunaqa yangicha biznes o'ylab topishganmi deb o'ylab qoldim. Keyin pul bergandagi sal ketdim, orqaga qarab ketyapman. Nima qilishar ekansa, o'tirib oldim. Tozalamayapti ham, qaramayapti ham, mana hamma yo'q. Mana yerlar xazon xuddi shunaqa. Bu yotuvda hayron bo'lib o'tirib olishdi-da. Keyin opamga aytdim-da, "Qarang" dedim, "Mana shunaqa to'g'ri ish qildimmi? Cho'ta nitoga o'xshayapti. Men nazarimda shunaqa tuyuldi" dedim. Keyin ketdik. Oradan 2 soat o'tibdi. Riveraga bordik-da, qayerda? Sebzor tarafga borib, o'sha yerdan ham do'kondan chiqsam xuddi shular, o'sha formada yana boshqasi kelyapti. Telefonda gaplashib turdim. Men qizimni kutib olganda chiqdim-da endi. Chiqsam, "Opa, pul bering, yordam bering, anaqa ovqatlanmoqchi edik, duo qilamiz." "Hey, opa" dedi. Endi taksiga qarab ketdim, men buni kutib olganda chiqdim-ku. Keyin orqasiga qarab ketdi, o'tirib oldi. Bir narsalar deb qarg'ab ketdi, meni bermaganimga. O'tirib olishdi, keyin o'ylanib qoldim men. Demak, yangicha pul odamdan undirish yo'lini, yangicha yana qilgan ishini qarang bularni. O'sha obodonlashtirish kiyimini kiyib olgan, qo'liga supurgi ushlab olgan, ro'mol o'rab olgan. Kimga uchramadi bilmadim u. Lekin men ikkinchi marta xuddi shu insonlarni boshqa lokatsiyada 2 soatdan keyin ko'rganimdan keyin to'g'risi yomon shubhalanib qoldim. Hamma bilishini xohlab, hammaga aytkim keldi. Sizlarga ham uchraganmi yo'qmi shu kommentariyaga yozishinglarni, hammaga ulashib bilib qo'yishlarini, aytib qo'yishinglarni xohlardim. To'g'risi juda ham g'alati bu narsa. Mana shunaqa yo'liga ham o'tishibdi, chunki yaxshi emas-da, yolg'on gapirish demoqchiman men bu gapim bilan. Shunaqa yangicha yo'lini o'ylab topib, odamlardan pul undirish yo'lini o'ylab topishga o'ylab qarasam, agar men shubhalanmasdim, xuddi shu insonlarni yana boshqa lokatsiyada xuddi yana mendan boshqasi kelib pul so'rayotganidan keyin men rostmana shubhalandim, to'g'risi. Qarayapman, bular ko'pchilik bo'lishadi-yu, endi ko'rganman, o'sha obodonlashtirish, tozalab yurganni ko'rganman, ko'pchilik bo'lishadi. Ko'pchilik bo'lib o'tirishadi. Keyin men ko'rmaganman, u insonlar kimdandir eshitmaganman ham, kelib pul so'ragan dedim. To'g'risi-da. O'shanga g'alati ish bo'ldi. Men shubhalandim, to'g'risi. Kimga uchragan shunaqa narsa menga juda ham qiziq. Yozishinglarni xohlardim. O'zinglar uchun bilib qo'yinglar deb men bu videoni qilyapman, to'g'risi. Xuddi shu ko'chada shunaqa bo'ldi. Bilmayman, har xil lokatsiyada yurishadi menimcha ular. Bugun yana xuddi shu do'konga kelib ko'rmadim ularni. Qaytyapman. Ko'chada ko'rib qolsam, albatta sizlarga ko'rsataman.